Nimaga abrordan qo'rqadi bular? Kamolning Rabbimi yana bir ikkita odamlar bilan podkast bo'ldi. O'sha joyda bir kishi aytayaptiki, mana ilmga islom qarshi emas deysiz-a, deyapsizlar. Nimaga yoshlar bizni ilmiy inson paydo bo'lish haqidagi fikrlarimizga keskin munosabatda deydi. Siz ilmiy deyapsiz-da uni. Siz ilmiy deyapsiz dedim. To'g'ri tipirchilab qolishdi. Boshlovchi ham tipirchilab qoldi, hammasi tipirchilab qoldi. Bu ilmiy nazariya emas bu. Bu faqat farazlardan iborat, tushunchalardan iborat. Qarang, uzr, bu juda ham bir qiziqarli, dolzarb mavzu. Boshqa bir suhbatimizga qoldiraylik-da. Kamoliddinning ham fikrini eshitaylik qani. Biroz qo'shimcha deysiz-a? Bu faqat farazlardan iborat. Bu faqat farazlardan iborat. Bu faqat farazlardan iborat. Tushunchalardan iborat. Qarang, uzr, bu juda ham bir qiziqarli, dolzarb mavzu. Boshqa bir suhbatimizga qoldiraylik-da. Kamoliddinning ham fikrini eshitaylik qani. Biroz qo'shimcha deysiz-a? Nimaga abrordan qo'rqadi bular? Abrorni shaxsiga hujum qilishadi, chunki abrordagi shaxsdan ko'ra fikr xavfli. Abrorni fikriy qarashlari ularni to'qib olingan Lamarkdan, John Locke'dan, Montesquieu'dan ko'chirgan fikrlarini parokanda qilib tashlaydigan ta'limot bor Abror o'qigan, o'rgangan. O'shaning uchun uni qarshisiga qo'rqishadi. O'shanga o'zlaridan oliy maqom bir inson yasab olib o'tirishaveradi. Biz undoqmiz, biz bundoqmiz, odoblimiz, axloqli. O'ta axloqli maymunlar ham bo'lishi mumkin. Lekin maymun